Assalomu alaykum azizlar, biz ayni paytda G'oyib ota qishlog'idamiz. Ushbu qishloq nomi, etnik tarixi aynan nimadan kelib chiqqanligini siz bilasizmi? Keling ushbu mahallada istiqomat qiluvchi onajonimizdan ushbu mahalla tarixini so'raymiz. Ketdik. Assalomu alaykum onajon. Va alaykum assalom. Siz G'oyib ota mahallasida istiqomat qilasiz, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Mana shu G'oyib ota deb atalishi tarixini bilasizmi? Bilaman. Shu haqida gapirib bersangiz. G'oyib ota mahallada oldin hech kim bo'lmagan. Undan keyin bir Xudoning amri bilan bir bobo, bir barax bobo Ravotxo'ja boboga suv oqtarib borgan. Tahra suv oqtarib borgan. Ravotxo'ja qayerda joylashgan? Ravotxo'ja bobo mana bu Jartepa tomonda joylashgan. Jartepada. Keyin uni u kishiga qo'llariga biz azlamiz hasta bergan. Hastangni olib ketaver, orqaga qaramay ketaversang orqadan o'zi suv boradi degan. G'oyibram buni oldiga keltirib, orqalariga bir qarab qo'ygan. Orqalarga qaragandan keyin Xudoning amri bilan bo'ynaga bobo sherga g'oyib bo'lib qolgan. Suv sherga qurib qolgan. Demak, ariq paydo bo'lgan. Orqasi ariq paydo bo'lgan. Ana sherga kelgandan keyin ariq ham quruq, suv ariq bo'lgan, suv kelavergan, yaqin iskasini qazib qolgan. Keyin sherga g'oyibram g'oyib bo'lib qolgan. G'oyib bo'lib qolgandan keyin shar g'oyibram bobo murdalarni shu qo'yadigan bo'lib qolgan keyin. Ha, demak, shu ariq kelgan joyda to'xtagan va g'oyib bo'lganligi uchun g'oyib ana shu. G'oyib bo'lgan. O'sha ariq hozir ham mavjud. Bor edi, endi yo'q bo'ldi. Mana kanal bo'lganiga yo'q bo'ldi. Ha, demak, Darvon kanalidan foydalanganimizda ariq yo'q bo'lgan. Yo'q bo'ldi keyin. U ariqning nomi nima deb atalgan? Jangariq. Ha, yangi ariq deb atalgan. Yangi ariq atalgan, ha. Aha, tushunarli. Jangariq atalgan. Demak, aynan shu sababli azizlar G'oyib ota deb ushbu mahallaning nomiga qo'yilgan.